Seda odamman. Seda? Siz do'stim, u yerga qarab qoling. O'tar. Qanaqa siz? Soxta do'stni aniqlash xizmatidanmi? Qo'rqdi aka, nima xizmat? Soxta do'stlaringizni aniqlab beraymi? Zo'r bo'lardi. Yuring menga qo'ya. Do'stim yaxshimisan? Men nima chaqirding? Ozgina qarz kerak bo'lib qoldi. O'shanga ozgina pul berib tur, kreditlarimni yopishim kerak edi. To'g'risi mana 20 ming pulim bor. Shuni olsang mayli. Do'stim, borim shu. Bilasan, sen uchun ayamayman. Sen uchun hamma narsaga. Bu do'stingiz sizni pul so'rashingizni bilib, oldi cho'ntagiga 20 ming so'm solib chiqqan. Qolgan pulini siz ko'rmasin deb orqa cho'ntagiga solib chiqqan. Boshqa yo'q. Do'stingiz, boshqa yo'q. Yo'q. Siz kartasida bormi yo'qmi ko'rmoqsiz. Lekin kartadagi pulini naq qilib qaypag'ini ichiga solib chiqqan. Soxta do'stlar bilan yuribsiz. Sendagi soxta do'stim yo'q. Qara zo'r video tashlandi do'stim, qarang-da. Stop. Sada odammi? Siz xotirangiz joyidami? Yo, hali Qasos filmidagi Amirxonmisiz xotirangizda yo'qolib o'chib qoladigan? Jinni pin emasmisiz? Bir hafta avval bunga bu videoni tashladingiz, mana bu videoni. Sizga albatta qaytarib tashlayapti. Ko'rmagan bu videoyingizni. Yo'q, ko'rganman, yana bir maza qilaylik tashladim-da, ko'rganman. Soxta bu ishani, yani kishiga ham briket qo'yib olgan, qara temir. Soxta-da. Danaqa devoring, yuring, soxta. Shunaqa gaplarda endi. Soxta bu do'stingiz, soxta. O'zi sigaret chekyaptimi, sizga bermayaptimi? Bu nosni ham yashirib chekadiganlarda. Soxta bu ishoni, men sizni ko'rdim-u, pachkalab chekkan paytlaringiz o'rtoqlaringizga ma deb tarqatgan paytlaringizni ko'rdim-u. Endi chekayotganingizda bir chekim qolganda do'stim o'zi bitta edi, men chek deb bergan paytlaringizni ko'rdim-u. Ana suv odamida. Sen iplos chekyapsan? Chekyapti, soxta-da bu, soxta ishani. Soxta soling. Soling iplos chekish o'rda bo'ldi.